Sen meni gözümü oku qorasisan bolam. Aza tutib turar go'yo senga olam. Yuragimni teshib o'tdi-ku darduni olam. Shahidliging qabul qilsin endi Alloh bolam. Yasholmayapman. Ko'zimni yumsam bombalarni tagida bolam yurganga o'xshaydi. Onajon qutqaring ona. Diyekanga o'xshaydi. Avvalambor assalomu alaykum, sizlar bilan Sardorbek Ahmadjon. Bugun biz murojaatga ko'ra Farg'ona viloyati Marg'ilon shahriga yetib keldik. Bu murojaatda aytilishicha bir onaxonimiz o'z o'g'lini musofirdan olib kelishlarini so'ramoqda. Hammamiz birgalikda tomosha qilamiz. Qani ketdik. Qachon ketgan o'zi o'g'lingiz? O'g'lim 2022-yilda ketgan. 2022-yilda ketib oshxonada ishlab yurgan. Kafeda ishlab yurgan. Kechqurun o'sha har doimgidek ishidan chiqqan mahal to'rtta milisa turgan. Endi o'sha kechqurungalik nimalar sumkangizni tekshirib qo'yaylik deyishib, doim o'zi bilan sportivniy sumka olib yuradi o'g'lim. Endi ikkitasi tekshirgan, ikkitasi o'g'limni naryoqda gaplashib turishganda o'sha tekshirishganda narkotika solib qo'yishgan o'g'limga. Endi narkotika solib qo'yishganda narkotika chiqdi sumkangdan deb yo meni chaqirishmagan, yo bironta yaqinlarni hech kimni chaqirmasdan o'zlaricha sud qilishib bolamni 9 yilga ozodlikdan mahrum qilishgan. 3 yil o'tirdi bolam, begunohdan begunoh o'tirdi. 3 yil bechora yemagan somsasiga pul to'lab 3 yil o'tirdi. Bolam erkin qushidi. Yosh bola, o'ylab ko'ringlar, 3 yil o'tirishda o'zi bo'lmaydi. Nima qiluvding o'g'lim desam, ona, meni bilasiz, men unaqalarni bilib tushunmayman ham ona deydi. Sigaret chekkan bola emas, sigaret uchagan bola emas, juda mo'min qobil bola edi. 3 yil o'tirdi bolam bechora azoblarda. Endi men yutib o'shanda ham murojaat qildim qancha joylarga, o'g'limni O'zbekistonga perevod qilaylik. O'g'lim bekordan bekor o'tiribdi. Uylanmagan yosh bola hali, go'dak bolam dedim. Desam, bitta unaqa prezident bilan, Putin bilan bizni prezident unaqa kelishuvi yo'q ekan deyishdi. Olib o'talmaymiz deyishdi. O'sha vazirliklarga bordim, ko'p joylarga yugurdim o'g'limni. O'sha baqa O'zbekistonda qancha o'tirsa bo'lmasa meni qamanglar dedim. Bolam olib kelib beringlar, mayli, men bir umrga ham o'tiraman bolam uchun. Bolam kelsin O'zbekistonga dedim, bo'lmadi. Xullas 3 yil o'tirgandan keyin nima qilishdi? Telefon qilib qoldi. Ona dedi, meni urushga taklif qilishyapti. Urushdan ketar nima 3 oy urushga qatnassam men chiqib ketar ekanman dedi. Men aytdim, yo'q o'g'lim dedim. Borma urushga, hammani o'ligi kelyapti dedim. Seni aldashyapti yana dedim. Sen soddasan dedim. 1 oylik armiyaga ham bormaganman o'g'lim. 1 oylikka bormagan. Aytdim, seni bir deganda o'ldirib qo'yishadi bolam dedim. Borma desam, xo'p ona dedi. Oradan 1-2 oy o'tib yana qildi o'g'lim. Yana telefon qildi, yana aytdi, ona bormasam bo'lmaydi, majburlashyapti endi dedi. Men borsam dedi, tezroq chiqib ketar ekanman dedi. Mana o'g'lim, tezroq chiqib ketar ekanman, ona 3 oyda urush tugar ekan. Bunda o'sha turmadan turib telefon qilgani. Men o'sha skrinshot qilib olganman gaplashayotganimda. Mendaqa faxriy yorliq maktabda ham juda a'lo baholarga o'qigan. Nihoyatda ham o'qituvchilari maqtashgan, juda ham medallar olib, faxriy yorliqlar olib bitirgan maktablarda. Juda ham aqlli, uquvli bola edi, juda ham odobli bola edi. Ona dedi, keyin yana aytdim, menga so'z ber bormayman deb dedim. O'g'limga hatto mana xatlarim bor. Xatlar yozdim, urushga borma deb. Keyin oxirgi marta telefon qilib, ona bizni dedi izolyatorga olib kirib qo'yishdi. To'fig'imizdan balandda dedi. Men betda dedi 2 kunda o'laman, bet zak oldimizda kalamushlar yuribdi dedi. O'sha o'g'limi ham rosa qiynashgan. Keyin chiqib ketibdi o'sha 3 oyda urush tugaydi. Rossiya grajdanin olasan, tezroq onangni oldiga borasan. Yo'q, onam yolg'iz, men qaruvchisiman, men bormayman, borma degan desa, o'sha majburlashgan o'g'limi. Endi nima qilgan? Bu chiqib ketgandan keyin menga nima qilgan? Telefon qilgan, ovozlilari bor, o'sha qamoqdan chiqqandagi ovozlilari qo'yib bersam bo'ladimi? Kiriladi deb yolg'on gapirishib, yolg'on yashig'ali
3 oyda urush tugaydi deb shunaqa deyishgan. U 3 oyda bas, u 1 yilda ham tugamas ekan urushi. Onajon, assalomu alaykum. Yaxshimisiz, tegmisiz? Mana o'g'lingizman, onajon. Qamoqdan chiqqandan keyin urushga ketayotgandi. Sog' salomatman, Xudoga shukr. Mendan umuman xavotir olmang. Men endi mahbus basman, onajon. Men endi askarman. Xudo xolasa, oldizga sog'-omon qaytaman. Yonimda sizga, menga o'xshagan akalarim, ukalarim bor. Jonga jon, qonga qon turadigan. Xudo xolasa, oldizga sog'-omon qaytib kelaman. Duo qilib turing, onajon. Yig'lamang, o'ylamang. Hamma yo'g'im sog', hamma yo'g'im. Urush Xudo xolasa tugaydi. Men ozodlikda ozod odam bo'lib qolaman. Mahbus emas. Hamma har kuni bitta 4 devor orqasida kun o'tadigan qilib yurmayman, yashab yurmayman, onajon. Samый главный men ozod odamman. Xudo xolasa urush tugaydi. Xudo xolasa oldiga qaytaman. Sizni yaxshi ko'raman, onajon. Hammaga salom ayting. Shu nomerda Xudo xolasa telefonda gaplashib turamiz, po Telegram. O'zingiz ehtiyot qiling. Duo qiling, onajon, meni duo qiling. Sizni yaxshi ko'raman. Mana shundan keyin o'sha urushdan chiqdi, majburlashib. Men aytdim, o'g'lim, bormagin, menga so'z bergin dedim, so'z berdi. Lekin majburlash oldi deb bolalar ham biz urushdan qutqarib olamiz, seni urush bas joyga tashlaymiz. Sen urushga kirmaysan, bir o'lik tashiysanmi, bir narsalar deb oldi deb bolalar ham bolamni rost alinim. Bolam juda ham sodda bola edi. Juda ham prostoy, juda ham sodda bola edi. O'sha suhbat qachon bo'lgan? Hozirgi qo'ygan ovozni yozuv. Bu 18-oktyabrda bo'lgan. Mana 18-oktyabrda, mana shu 2025-yil. Hozir 26, 2025-yil oktyabrda bo'lgan. Mana shu turishi mana. Mana shu hammasi o'g'limning nimasi mana. Oxirgi marta qachon gaplashgansiz? Oxirgi marta 27 man urushga ketayotganda aytdimki, jonim bolam dedim, mana ovozlilarim turibdi. Menga dedim, har soatda dedim, menga nima ovozli tashab tur, o'zingdan tirikligingdan menga xabar berib tur dedim. Ketyapsan ekan, endi ilojim qancha seni qaytara olmadim dedim. Jonim bola, jonim menga dedim. Har soatda ovozingni eshitib tur, bo'lmasa men o'lib qolaman dedim. Sensiz yashashim kerak yo'q dedim. Sen meni hayotimni davomchisisan bolam dedim. Xo'p ona, sizga komandirimdan dedi, sizga xabar berib turaman dedi. Onajon, xullas telefon qildim, telefoningizni ola olmadingiz. Kasal bo'lib qoldim, urushga ketganini eshitdim. Mana endi 19-oktyabr ertasiga men Bolajonim, javob yozyapman. bolaginam, soddaginam, o'zim qora ko'zim. Mani soddagina bolajonim, oxiri ketyapsan ekan urushga bolam. Ertalab kecha uxlolmay chiqdim bolam. Aylanib ketay o'zimni bolajonim. 4 devor orasida zerikib ketdimmi? Axir urushdan nechtasi qaytmayapti, deydarak. Qaytganlari ham yo'li qaytyapti-yu bolam. Senga bormadim, tayinlagandim-ku bolajonim. Inshaalloh tirik qaytgin bag'rimga bolam. Yuragimga hech narsa sig'madi, telefonimni o'chirib oldim. Ovozingni eshitdim. Sen uchun ko'p duo qilaman, duo qildiraman boshqalarga ham o'g'lim. Inshaalloh endi tirik qaytgin bolaginam, soppa sog'lom qaytgin. Shuncha borma dedim, gapimga kirmading. Endi qo'lingga qurol olarkansan-da bolam. Aylanib ketay, sendan o'zim o'rgilib ketay. Mani qo'limdan nima keladi? Ayt, nima yordam beray senga? Men nima qilay sen uchun bolam? Manam boraymi urushga bolaginam? Qanaqa qilib boraman? Qayerdan boraman? Menga ham o'rgat bolam. Manam boray, seni o'sha yerlarda ko'ray bolam. Jon bolam, qo'lingga bitta telefon qilgin. Mana shu yerda aytganman. Telefon qilib menga tashab tur, o'g'lim, bitta telefon qilib Telegramdan o'zingni dumalab video qilib tashab turgin. O'g'lim, iltimos sendan qanaqa qilib bo'lsa-ki bitta telefon qil internetdan. Men bilan doim aloqada tur. Men bilib turay har kuni ahvolingni o'g'lim, har kuni, har soatda bilib turay qanaqaligini. Iltimos sendan. Onajon, assalomu alaykum. Yaxshimisiz, suymisiz? Hozir
Hammasi yaxshi. Hozir aytadiki, menga pul berishdi deydi. Pul bilan aldashgan. Kartasiga 22,5 million rubl solishgan. Hozir aytadi, meni kartamga pul solishdi deb, u bolam o'lishidan bexabar o'ldirib qo'yishlaridan. Yoshlik qilyapti. Pulga aldanma dedim. Sizni o'g'lingiz haqiqiy erkak. Sizga to'g'risini aytaymi? Hech qachon o'zimni bunaqa his qilmagandim. Hozir o'zim haqiqiy erkak his qilyapman. Armiyadan va har kuni yuguramiz, avtomatlarda otamiz. Tankalar, pankalar hayotimda bo'lmagan narsalar yerda bo'lyapti ona. Ayol kishiga o'xshab to'rtta devorlar orasida o'tirish zerikdim ona. Yana 6 yil o'tiraman, chiqaman, oldisiga boraman, kim bo'laman? Ayol kishidan farqim yo'q, qo'limdan hech narsa kelmaydi. Mana batto hamma manda o'xshagan, mandan katta zabardast erkaklarni oldi bir xilda yugurib trenovka qilib yuribman. Xudo xolasa hammasi yaxshi bo'ladi. Mendan xavotir olmang. Telefonda bir haftadan keyin kartochkamizga pul tushadi. 2,5 million rubl tushadi. Xudo xolasa shunaqa deyapti. 2,5 million pul tushadi. Rubl pul tushadi deyapti. O'shanda telefon olaman. Ungacha paka mana shu komandirim bo'ladi, Kostya. Komandirim telefonda gaplashib turamiz. Shunaqa dedi, shu keyin urushga 1 oylik poligon dedi. Ona 1 oy shug'ullantirishadi dedi. 10 kundan keyin o'sha urushga qo'yib yuborishdi bolamni. Urush o'chog'iga tashlab berishdi. 10 kun shug'ullandi xolos. 10 kun shug'ullantirishdi. 1-2 hafta ham bo'lmadi. Ona dedi, bular dedi, aldayotganga o'xshayapti, 1 oy deyishdi dedi. 10 kun shug'ullandik dedi. Endi urushga ketyapmiz endi ona dedi. Bizni dedi, meni dedi, oldi nimaga yozishdi dedi. Meni duo qiling, ayting, hammaga duo qilsin dedi, bolam urushga kirgizib yuborishdi. Keyin komandiriga yozdim, tinmay. Komandiriga Kostya degan o'sha o'ris komandiriga yozsam, o'g'ling dedi, ketdi urushga, men bu yerda qolganman. Men endi menga yozma dedi. Keyin o'g'lim urushda bitta Xalif degan komandiri Xalif tojik ekan, musulmon komandiriga yig'lab aytdim. O'g'limni dedim, Alloh uchun saqla meni, bolamni dedim. Bitta o'g'lim dedim. Men dedim, shu bola uchun yashayapman dedim. Iltimos sendan, musulmon ekansan. Alloh uchun bolamni oldiga tashlama. Iltimos bolamni dedim, ovozini eshittirib tur dedim. Mana shu iltimos qilib so'raganlarim mana Umaliyayu Xalif. Meni bolam mana Постарайтесь записать мой сын голос, пожалуйста, Xalif. Bolamni ovozini eshittirib tur, Xalif deb. Bolamni ovozini tinmay nima qilib turdim. Alaykum assalom, alhamdulillah, все хорошо. Все отлично. Yaxshimi o'zi, tuzaymi dedim. Har kuni so'rab turdim. Bu ham 2 kunda bir, 3 kunda bir o'g'lim ovozini tashab turdi menga, mana boling eshit deb. Shunaqa qilib yozib qo'ygan ekan. Aytmadi. Hech kim bilan gaplashishim yo'q dedi. Bu komandir menga aytmadi. Bolam o'qigan ekan qaytadandir. O'shanda ham gospitalga olib borishmay urushda davom etishavergan. Kichkinagina bola. Yosh go'dak bolam baribir. Bu 10 kunlik nima 1 oylik armiyaga ham bormagan. O'qiysa ham bolam bechorani urushga jo'natishavergan. А что там этот, говорю, не отработали по ним? Не успели, двое на улице были, они стояли. Она прилетела, кинула, не успели по ним пострелять. Да я принял. Там видимость особо нету, они просто по координате идут работать. Все, принял, Xalif. Assalomu alaykum. Bu 21 dekabrda bo'lyapti. Bolamni anaqaga qo'yib qo'ygan ekan. O'sha nima dron uchsa, o'shanda nima qilasan deb anaqaga dejurniga qo'yib qo'ygan ekan. Shuni ovozini menga eshittirdi, yalini o'rganimga shuni eshittirdi, shuni tashlab berdi. Assalomu alaykum. Mani farishtam. Mana shu 27 dekabr oxirgi menga ovozli tashlagan ovozligi bo'ldi. Boshqa bolamni qaytib eshitmadim. Assalomu alaykum. Mani farishtam onajonim. Siz sog'indim, hammalaringni yaxshi ko'raman. Duo qilinglar ona. Hamma yo'lmanda yaxshi. Sog' salomatman. Hammalaringni
sabr qilinglar, mani kutiraman, qaytaman, xudo xohlasa sog'aman. Komandir bilan yaxshi gaplashing, komandir yaxshi odam, musulmon, yaxshi banda. Bizni yomon joyga yubormaydi, hammasi yaxshi, xudo xohlasa. Hammaga salom aytganjon, sizni sog'indim. Hammasi yaxshi menda. Duo qilinglar onajon, duo qilinglar. Sizlarni yaxshi ko'raman. Yangi yil bilan hammani tabriklab qo'yinglar. mana shu oxirgi nimasi bo'ldi. Boraman oldingizga, ona kuting deb bechora bolam kelmay ketdi. Bir umrga ketdi endi bolam. Soddagina bolam hammaga ishonaverardi. Hammani o'zidaqa bilardi. Yashagan deb bo'lmayapman. Yasholmayapman. Ko'zimni yumsam bombalarni tagida bolam yurganga o'xshaydi. Onajon qutqaring ona. Diyaganga o'xshaydi. Uyga kirsam uyda bolamiz siymosi. Nima qilishni bilmayapman. Ko'chalarda yursam bolamga o'xshagan bolalarni ko'rsam dod deyman. Hecham yasholmayapman. Qancha joylarga murojaat qildim. Bolamni olib kelib beringlar. Mayli. Tirigini bo'lmasa ham hech bo'lmasa jasadi kelsin bolamni. Men ham odamlarga o'xshab janoza o'qittiray. Bolamga Qur'on o'qiy borib qabrini ziyorat qiling, qabriga gullar ekib, janozasini bo'lsa ham nima, mayitini bo'lsa ham olib kelib beringlar desam, xalqim bechora, xalqim yozyapti menga, faqat xalqim yordam beryapti. Hech qaysi bir tashkilotlardan, kattalardan, Tashqi ishlar vazirligi hech kim yordam bergan yo'q. Faqat men shu xalq dardimni eshitib, tinglab, dardkash bo'lib yozib, ko'nglimni ko'tarib turishibdi. O'g'lingizni o'ldi deb kim aytdi? Mani o'g'lim o'ldi deb bir Nursulton degan bola, mana u bolani ham rasmi bor. Nursulton degan bola billa bo'lgan ekan, okopning ichida bo'lishgan ekan bular yer tagida. Uni ukrainlar ko'rib qolishganda, uni pozitsiyani bildirib qo'yishgan bolalar. Ukrainlar o'sha yerga bomba tashlashgan, bitta o'sha bola telefon bor bola tirik qolgan. U bola ham oyoq qo'li uzilib ketgan. Shu bola meni oqtar ekan. Men rosa oqtardim. Butun Rossiyani murklardi, hamma yoqda oqtardim-da, bolam topilmadi. Mayda-mayda bo'lib ketgandir jasadlari bolamni. Parcha-parcha bo'lib, tariqday bo'lib ketgandir. Qatlariga o'tdiydi-ki, bolam qatlari og'rib jon berdi-ki. Qatlaridan qo'llari oqdi-ki. Yasholmayapman shularni o'ylab. Bolajonim yo'lyapti, nimalarni his qildi-ki. Onam yolg'iz qolyapti deb o'yladim ekan. Meni kechiring, ona bormadi, u diskga bo'pman. Meni majbur qilishdi deb o'yladim ekan, o'lyapti bolam bechora. Sinisini ham to'yini ko'rmadi. Bolam ketgan, qamalib ketgandan keyin sinisiga bitta o'zim yolg'iz to'y qildim. Nevara ko'rdim, nevaramni ham jiyanini ham ko'rmadi. O'sha o'rtog'i aytdi, o'g'lingizni oqtarmay qo'yavering, biz birga edik, bitta men tirik qoldim. O'g'lingiz o'lib ketdi deb shu bola aytdi. Bu ungacha ishonmadim. Ungacha 15-20 kun o'tib ketdi oradan. Ungacha ishonmadim. Keyin bu bolani gapini eshitib, shundan keyin lekin ha demay bolamni oxiri boshiga yetishibdi-da. Qamaganlari ham qolmasa, o'shanga ham qoniqmay oxiri o'ldirishibdi-da dedim. Bolam qancha necha marta boraman dedim, o'sha urushga ham ko'p boraman deb shaylandim, aviakassalarga kirdim Ukrainaga. Lekin bilet yo'q ekan Ukrainaga. Borolmadim, yo'lini topib borganim dedi balkim. O'sha mayilma teshik bo'lib boramni qutqarib qolarmidim. Ko'p harakat qildim, lekin nima qilay? Ojiz ekanman, ayol ekanman, qo'limdan hech narsa kelmayapti. Jonim ukajonlarim, menga yordam beringlar. Meni bolam kelish, hech bo'lmasa jasadi kelsin. Axir o'zbekmiz, musulmonmiz, musulmoncha qilib ko'may bolamni. O'ris yurtlarda qolib ketmasa, ayatlarda Qur'on o'qilmaydi. O'zbekistonimizda masjidlarda 5 mahal o'tganlarga atab Qur'on o'qiladi, 5 mahal namozlarda ruhlarga o'qiladi. Bolam bahra olsin, hech bo'lmasa
o'sha dalalarda bolam hayvon hasharotlarga yeb bo'lib qolib ketmasin jasadi ham. Men qanday yashayman endi? Yasholmayapman. Hech kim shunaqa bolasi bilan sinamasin. Hech kimga ravo ko'rmayman. Bola bilan hech qaysi ota-onani sinamasin. Sizga o'xshagan onalarga, otalarga nima deysiz hozir? Nima fikringiz bor? Men endi nima derdim? Hech qachon bolalaringni bag'rilaringdan qo'ymanglar, hech qachon. Mayli, och qolsalaring ham bolalaringni jo'natmanglar o'sha Rossiyaga. Mani bolam ham borma degan edim. Ona, ko'ryapsiz, O'zbekistonda betdan darmonda ish yo'q, to'plaganimiz qonimizdan o'tmayapti. Ona, to'plalmayapmiz, topganim qonimdan o'tmayapti. Borsam, xudo xolisa yaxshi ishlarga kiraman, pul topib sizga jo'nataman, uylanaman, uy-joy qilaman. Ona, chiroyli qizlardan o'zingiz topasiz, to'y qilamiz deb ko'p osmon orzu-havaslar bilan ketgan edi bolam. Borva soddagina bolamni tuzoqqa tushirishdi. Hech qancha ishlamay bolam qamalib ketdi. Harakat qildim, ertalab chiqara olmadim. Endi jasadini olib kelmasam men bir umr o'zim kechira olmayman. Yo bo'lmasa meni ham urushga jo'natinglar, men ham urushga borib bironta bolani bo'lsa ham saqlab qolay bolam uchun. Mana shu o'zbek o'g'lonlarini bo'lsa ham bo'lmasa hamma mandaqa onalar juda ham ko'p ekan, jabrdiyda onalar. Hammamizni to'plab turib jo'natinglar urushga. Biz farzandlarimizni o'zimiz himoya qilib olardik o'shanda. O'zimiz himoya qilib, men farzandimni agar men urushda bo'lsam o'sha o'qqa o'zimni tutib berardim. O'shani o'rniga o'zim kirardim agar shunaqa mumkin bo'lganda. Bolamni saqlab qolardim. Endi nima qilay? Bolamdan ayrilib qoldim, pahlavon o'g'limdan. Uylashim kerak, uylayman deb yurdim. Sepsidirg'alar to'plab yurdim bolamga. Shimildiq ko'rmay ketdi mani bolam. Hur ketdi bolam. Bokir ketdi Allohning oldiga. Yasholmayapman. Bolamni siymosi ko'zim oldimdan ketmayapti. Nimadan qanaqa qog'oz keldi deysizlar? Bezvevshi propavshi degan qog'oz keldi. U qog'ozga ishonmadim. Men ona ekanman-da bolam o'lgan yo'q dedim. Bolam tirik bo'lishi mumkin emas deb surishtirdim. O'shandan beri 1 minut yashashimda halovat yo'q. Hozir ko'rsataman qanaqa qog'oz. Yasholmayapman. Qanaqa qilib bo'lsa-ki bolamni olib kelishim kerak. Alloh uchun menga yordam beringlar, bolamni olib kelib olishimda. Bir umr men duo qilaman. Oxirgi nafasim qolguncha duo qilaman. Men bolamni olib kelishimda yordam beringlar. Merdan 13-yanvar kuni bezvevshi propavshi. Hech kimi farzandi bilan sinamasin. Hech qaysi ota-ona bolam demasin. Mani bolam ota mehri ko'rmagan yoshligidan bitta o'zim. Shu bolamani bu Alloh boquvchi qilib menga bergan edi, o'sha bolani sababchi qilib. Endi meni hozir boquvchim ham yo'q. Endi qari onam borlar. Onamni pensiyasiga yashayapman. O'zim bir ish qilay desam, boladan ayrilgan ona ishlanmas ekan. Hayolim bolamda. Hech qanaqa ish qila olmayapman. Sog'ligimni yo'qotganman. Akam arava yetalaydi. Halol rizq topib keladi. Och qolayotganim yo'q, alhamdulillah. Shukr qilaman. Allohning qazoy qadariga ham iymon keltirganman. Allohga isyon qilmayman. Alloh qanaqa qilib o'zi xohlagandaqa o'zi oladi, lekin jasadini olib kelishga hech bo'lmasa bitta sababchi kerak-ku. Ukajonlar sababchi kerak-ku jasadini olib kelishga. Jasadini olib kelib beringlar. Jasadi kelish kerak bolamni. Bu Qur'onlar o'qishim kerak, qabristonga borishim kerak, gullar ekishim kerak bolamga. Ruhi osmon samolarga uchgan bolam. Aza tutib turar go'yo senga olam. Yuragimni teshib o'tdi-ku dardini olam. Shahidliging qabul qilsin endi Alloh olam.
Og'ir ekan onalarga farzand dog'i. Oqlar urdim, faryod soldim, bag'ringni o'qlar ilma teshik qilgan chog'i. Meni g'amga qo'yib, urushlarga ketib qolgan jigar poram. Shahidliging qabul qilsin endi. Alloh bolam. Olib ketdi seni mendan bu zolim urush. Endi menga juda qiyin bu dunyoda yashab yurish. Badallari ilma teshik bo'lib ketgan murg'ak bolam. Shahidliging qabul qilsin endi. Alloh bolam. Zulmkorlar, o'ris, millati yo'q, iymoni yo'q. Qoning ichib nafas olar vijdoni yo'q. Menga tegsa bo'lmasmidi o'sha senga otilgan o'q. Qiyomatga qoldi endi diydor jigar poram. Shahidliging qabul qilsin Alloh endi bolam. O millatlar o'zbek qonin ichib yurar. Musulmonlar mehnatiga davron surar. Narkotika tashlab qo'yib poylab turar. Qamoqlarda zulm chekkan jigar poram. Ruhi osmon samolarga uchgan bolam. Aza tutib turar go'yo senga olam. Yuragimni teshib o'tdi-ku dardun olam. Shahidliging qabul qilsin endi Alloh bolam. Og'ir ekan onalarga farzand dog'i. Oqlar urdim, faryod soldim, bag'ringni o'qlar ilma teshik qilgan chog'i. Meni ham g'ussalarga qo'yib, urushlarga ketib qolgan jigar poram. Shahodating qabul qilsin endi Alloh bolam. Olib ketdi seni mendan bu zolim urush. Endi menga juda qiyin bu dunyoda yashab yurish. Badallari ilma teshik bo'lib ketgan murg'ak bolam. Shahidliging qabul qilsin endi Alloh bolam. Zulmkorlar, o'ris, millati yo'q, iymoni yo'q. Qoning ichib nafas olar vijdoni yo'q. Menga tegsa bo'lmasmidi o'sha senga otilgan o'q. Qiyomatga qoldi-ku endi diydor jigar bolam. Shahidliging qabul qilsin Alloh bolam. U millatlar o'zbek qonin ichib yurar. Musulmonlar mehnatiga davron surar. Narkotika tashlab qo'yib poylab turar. Qamoqlarda zulm chekkan jigar go'sham. Tirikligingni emas, endi jasadingni kutyapti onang. Shahidliging qabul qilsin Alloh bolam. Bolajonim bolam. Bolam, qatlarda qolding bolam. Sani o'rningga men ketsam bo'lmasmidi bolam? Sendan keyin yashab bo'lmayapti bolam. Azizlar, mana ko'rdilaring videoda shu chiqib turgan kartalarga va telefon raqamlari shu opamizni nomida bemalol kimga qanaqa ehsonlari bo'lsa, ehsonlarni ayamanglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Sizlar bilan Sardorbek Ahmadjon bo'ldi. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.